Bahodir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Yaxshimisiz. Gulbahor bilan shundoq telefonda shu biza intervyumizdan keyin sovg'ani berib yubordim. Oldingizga kirib, hol so'rab, qisqa suhbat qilib ketgandim, qarshi bo'lmasangiz. Bahodir aka, bandali, Xudo sabr bersin. 2 oy deganda endi ishga chiqibsiz. Ancha ozib qolibsiz. Janozalarga kelganda ham endi men sizni qaddimda qo'yib turadigan erkak deb bildim. Tanimadim sizni. Ancha so'lib qolibsiz ham desa bo'ladi. Endi Jahongir, to'g'risi hech kimning boshiga bunaqa musibat tushmasin. Farzandini yo'qotish bu har qanaqa temir odamga ham yomon ta'sir qiladi. Har qanaqa insonni boshini egib qo'yadi bu. Buni boshiga tushmagan odam bilishi albatta qiyin. Lekin men buni o'zimning dushmanimning ham boshiga tushishini xohlamayman. Ishga endi bugun chiqdim, endi ozgina mana korxonadagi xodimlar, o'zimni qizlarim amaliy ruh tushib ketmasin deb chiqib bir ozgina o'zimni chalg'itish uchun chiqdim. Qizimizni berib qo'yganimizdan keyin Saudiya Arabiston ketdik. Qizlarimni hamma qolgan 4 ta qizimni olib, 4 ta kuyovimni olib ketib ziyoratlar qildik. Undan keyin mana yaqinda Shirin qizimizni o'qigan universitetidan bizni taklif qilishdi Xitoyga. Qizimni nomini abadiylashtirish maqsadida Shirin nomli xayriya fondi tashkil qilindi. Xitoyda o'sha Tsinxua universitetida o'qigan. O'sha Xitoyning eng nufuzli universiteti Tsinxua universitetida tashkil qilindi. Shu borganda biz universitet rahbariyati, dekanat, mana shu o'quvchilarni yig'lab gapirgan gaplarini ko'rib, to'g'risi toshib ketdim, to'lib ketdim. Shunaqa qizim borligidan, shunaqa qiz tarbiya qilganimizdan onasi bilan faxrlandik. Lekin ming afsuski, Alloh taolo bizga shunaqa bir farishta qizni bergan ekan, biz to'g'ri sezmay qolgan ekanmiz. O'zimni o'zim yeb qo'ydim desam ham bo'ladi. Sababi men hayotiy o'zi qattiq qo'l otaman. Ya'ni farzandlarni ko'p erkalashni bilmayman. Shu farzandlar aqlli, xushlik, eli yurt havas qiladigan, ulug' insonlar bo'lishsin, o'g'il boladan kam bo'lishmasin deb juda ham qattiq turganman. Masalan, bemalol xohlagan joyiga borib, xohlagan ishini qilib yurishga imkoniyat bermaganman. Bu holatlar bo'lgandan keyin to'g'risi o'zim yomon ko'rib ketdim. Endi biz bandamiz-da, bilmaymiz-ku endi qancha umr ko'rishimizni. Buni faqat yaratgan egamni o'zi biladi. Mana shu fursatdan foydalanib bizni shunaqa og'ir kunlarimizda shuncha ishlari bo'la turib, shuncha band bo'la turib, biz uyimizga kelib, bizga hamdardlik bildirgan katta insonlar kelishdi. Juda ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga hamdardlik bildirdi, uzoqdagilar. Barcha viloyatlardan kelishdi desam ham to'g'ri bo'ladi. Men barchalariga o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildiraman oilamiz nomimizdan. Ularga uzoq umr tilayman, sihat, salomatlik, hech qachon boshlariga bunaqa farzand dog'i tushmasin. Hayotda mazmunni yo'qotib qo'ymaydimi bu holatdan keyin? To'g'risi boshida juda qiyin bo'ldi menga. Juda ham qiyin bo'ldi buni. Sababi Shirin 4 ta opalariga o'xshamasdi umuman. Boshqacha qiz edi. Chunki u birovi dilini og'ritishi, birovga qattiq gapirish nimaligini bilmasdi. O'z tug'ma shunaqa, Alloh shunaqa yaratgandi bu qizimiz. Shu men ham shu hayot davomida 19 yil yashagan bo'lsa, 19 yil ichida biror marta menga qovog'ini ham solmagan ekan. Gap qaytarishni men gapirmay qo'yaveray. Qovog'ini solmagan ekan. Ana shu narsa menga juda ham og'ir botdi. Biror farzandingiz bir ozgina bir gap qaytarsa yo qovog'ini solsa esingizda qoladi-ku. Yaxshi bo'lsin deb ursangiz, bu qizda bu narsa yo'q edi. Juda ham xayriya qilishni yaxshi ko'rardi. Ajoyib farishtadek qiz edi. Allohimga mingdan ming shukr aytaman. Bizga shunaqa qisqa vaqtga bo'lsa-da, shunaqa ajoyib farishtadek qiz berganiga. Ilohim joylari Firdavs jannatlaridan bo'lsin. Ilohim yotgan joylari pardek yumshoq bo'lsin. Joylandan bo'lsin. Ota-onasini mana shu yaqinlarini shafovat qiladiganlardan qilsin ilohim. Bilishim bo'yicha qo'lingizda borni qildingiz. Xitoydan samolyotlar ham
transportirovka qilishga Rossiyadan doktorlar, yana boshqa shaharlardan. Endi qo'limizdan kelishidan ortig'ini ham qilishga tayyor edik. Hatto men shu kunlarda 13 kun komada yotgan bo'lsa, qo'limdagi bor narsani berish, qolaversa o'zimni jonimni ham berishga tayyor edim. Lekin biz Allohning oldida hammamiz ojizmiz, bandamiz biz. Bu Allohning irodasi. Allohning irodasiga hech qachon qarshi chiqa olmaymiz. Men Allohga behadad shukr aytaman. Boshqa insonlarga ham aytardimki, hech qachon arzimagan mol dunyo uchun, arzimagan yer uchun yo bir narsa uchun aka ukalar, opa singillar, qarindosh urug'lar bir-biri bilan yomon aloqada bo'lib ketishini umuman xohlamasdim. Bu dunyo o'tkinchi dunyo. Hech kim hech narsani olib keta olmaydi bu dunyoda. O'sha kunlarda shunaqa holat bo'ldi. Hamma narsaga tayyordik. Shu Germaniyadan ham mana samolyot tayyor edi, o'sha meditsinskiy samolyot. Xitoyda ham tayyor, Pekinda turibdi samolyot, tayyor turdi. Eng kuchli nevroxirurg keldi. Ming rahmat. Bir sutka biz bilan turdi, rosa harakat qildi, shuni samolyotga yuklab o'sha olib ketish uchun imkonini qidirdi, lekin imkoniyat bo'lmadi. Rossiyadan ham keldi, imkoniyat bo'lmadi. Men O'zbekistonda yashab turib, shu bizda meditsina shunaqa 16-gorbolnitsada shu darajada malakali shifokorlar borligini, meditsina bu darajada rivojlangan deb o'ylamagandim. Mana shu fursatdan foydalanib shu 16-gorbolnitsa rahbariyatiga o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. O'z farzandlaridek bor kuchlarni ishga solishdi. Men qoyil qoldim bularni malakalariga, tajribalariga. O'sha Xitoydan, Rossiyadan kelgan, mana Germaniyadan turib birinchi kundan bu boshlab nima qilgan eng kuchli dunyoni nevroxirurglari ham bizni shifokorlarni kamchiligini topa olmadi. Faqat e'tiroz bildirishmadi, lekin faqat qo'shimchalar kiritishdi. Holatdan chiqib ketishga harakat bo'ldi, lekin ojiz bo'lindi. Alloh shunaqa umrini qisqa qilgan ekan qizimizni. Joy jannatda bo'lsa ham ishonamizki, shu Shira Abdullayeva abadiy endi shu tarixda qolib g'ururlanadigan baribir farzandida hech kimga hech qanaqa yomonligi tegmagan. Afsuski, Alloh irodasi ekan. Bahodir aka, sizga sabr tilab qolaman. Sizda shu katta holding juda ham ko'p odam sizni baribir kayfiyatingizga qaraydi. Shuncha farzandingiz bor, nevaralaringiz bor. Ishonamizki, faoliyatingizni davom ettirib, men o'ylaymanki, sog'lig'ingizni asraysiz. Men o'ylaymanki, u doimo tirik ruhi. U hamma narsani ko'rib turibdi. U ko'rdi mana shuncha inson uning uchun jonini qo'yib, jon dilidan achindi. Hatto shu qabristondagi shu xizmatdagi insonlar ham biz bunaqasini ko'rmagandik. Shunchalik qizingizni odamlar yaxshi ko'rishar ekan. Har kuni nechtalab odamlar kelib o'tirib yig'lab ketyapti deb aytganda, to'g'risi juda ham holatim nima bo'lib ketdi. Shunaqa holatlar bo'ladi, uyda bildirmaslikka harakat qilaman, hamma menga qarab turadi. Kirib ketaman ichkariga, o'zimni baqirib o'zimni nima qilib olaman, to'kib, hech kimga eshittirmasdan. Qo'limizdan nima keladi? Biz bandamiz. Ilohim joylari o'sha Firdavs jannatlarida bo'lgan bo'lsin. Xudo sabr bersin sizga ham, Bahodir aka. Rahmat. Sog' bo'ling, sog'lig'ingizni asrang. Joy jannatda bo'lsin, Shirin. Rahmat. Rahmat.